Videoyimni davomini qilishga qaror qildim. Bu zarar kunanda. Mana nechta bagini olib tashladim. Hozir обработка qilaman deb. Yeb bitirar ekan bu. Mana qaranglar. Chiritish boshlagan. Bagini olib tashladim. Bagi bilan chiritish boshlagan. U zarar kunandani mana chiritish boshlagan bagini qaranglar. Chirib ketgan baglarni ochish qiyin bo'ldi ozgina. Va o'sha hasharotchani men sizga ko'rsatmoqchi edim. Mana oq ko'rdinglarmi? Mana qarang. Shunaqa baglarni chirtib tashirgan. Hozir mana bu bagini olib tashladim men. Gulim жалко. Hozir oralarini ochib artdim. Menimcha bu bagi ham ketadi. Iloji yo'q. Ana bu yonidagi detkalarida menimcha bunaqa problema ko'rmadim, lekin eng mana bu onasi shu muammoga duch kelgan. Yeb chirib bitirib tashirgan. Men hozir bilan ichini artib chiqdim tozalab. Mana toza bo'lgani bu. Lekin shunday mana ko'rasizlar oq bor. Xullas, ehtiyot bo'linglar. Baglarini chiritib, ichidan chiritib mana. Bu ham ko'rasizlar mana. Chiritib tashirgan. Mana. Sepaman. Ko'ramiz qani. Nima natija bo'ladi? Mana qaranglar, mana o'zi. Mana hasharotchani o'zi. Oq. Past turibdi. Ana shu mучнистый червец deylar ekan. Yurganini ham ko'rganim yo'q lekin. Xullas ehtiyot bo'lamiz.